Duruşu ne dedim onu? Selamun aleyküm, hürmetli Şabat Avto kanalı obunachilar do'stlar, 2015-yil Captiva sotiladi. Oldi görünüşü 4 qilingan, holati zo'r 22 diska bolalarda. Tayyor avtomobil, kraskasi 100% radnoy. Birdamchi kraskasi yo'q. Salon holatini ko'rishingiz mumkin. Baletka joylari ham chotki tutdi. Start stoplar qo'yilgan. 4 ruli qo'yilgan Captiva 4 ni, video registratorlari bor. 152 ming probeg yurgan, chist o'zini yurgani. 152 ming kilometr yurgan, metan gazan bormi, tayyor. Olasizlar faqat haydaysilar. Do'stlar, bunga barter variant ham bor. Xohlasangiz Gentra, Cobalt, Damas farqi yo'q. Barter etib ham kelishsak bo'ladi. Xohlasangiz bank etib beramiz sizga. Yurgan probeg ham 152 ming kilometr yurgan. Holati zo'r. Sidina holatlarni ham ko'rishingiz mumkin, shularni yirtiq tushib ketadi ko'p Captiva, bunda yo'q. Zo'r holatda turibdi. Captiva 4 ning rullari. Olasizlar faqat haydaysizlar. Görüşürüz mümkün. Metan gazları bilan tayyor avtomobil do'stlar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa do'stlar, pastda Pramoy egan nomerini qo'yib qo'yaman. Bemalol aloqaga chiqib, kelishib, savdolashib olsangiz bo'ladi. 2015 155 million so'm aytilib turibdi do'stlar. Barter varianti bor, bank varianti ham bor. Xohlasanizlar, через bank etib ham chiqarib beraveramiz. 3 yil, 4 yil farqi yo'q. Like bosamiz, videoni Captiva zabigalarga tashlab qo'yamiz do'stlar.